albatta fuqaro uchun sizga murojaat qildimi, uni obdon eshitish kerak, erinmaslik kerak. Fuqaro kimgadir baribir o'zining muammosini aytishi kerak. Kichkinagina muammo, sizdan uni hal qilib berish masalasi bu ikkinchi daraja. Birinchi daraja bu uni eshitish, uning ichidagi dardini nima ekanligini anglashimiz kerak. Oliy Majlis Senatida mahalla islohotlar markazida mahalliy vakillik organlari va mahalla yettiligining hamjihat faoliyati mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Davra suhbatida mamlakatimizda mahalla institutini yanada rivojlantirish, aholi muammolarini o'z vaqtida aniqlash va hal etish, joylarda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirishda mahalliy kengashlar hamda mahalla yettiligining o'rni va ahamiyati xususida fikr yuritildi. Tashkil etilgan mahalla yettiligi instituti joylarda ijtimoiy muhitni barqarorlashtirish, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish borasida juda katta kuchga aylandi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda mahalla aholi bilan davlat o'rtasidagi eng muhim ko'prik vazifasini bajarib, fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish, bandlikni ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoyani kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tashabbusli byudjet loyihasi uchun 6 trillion so'm respublika byudjeti, umuman mahalliy byudjetlardan davlat byudjetidan mablag' ajratish nazarda tutilgan. Yangi O'zbekiston qiyofasidagi o'sha 33 ta tuman, Yangi O'zbekiston qiyofasidagi 330 ta mahalla, tuman shaharlar uchun 2-4 trillion so'm, mahallalar uchun yana 1-7 trillion so'm, tuman shaharlardagi markazda joylashgan mahallalarda gavjum ko'chalar tashkil etish uchun ham mana 1-2 trillion so'm mablag'lar ko'zda tutilgan. Ayniqsa mahalla yettiligi mexanizmi joriy etilgani mahallalarda muammolarni kompleks yondashuv asosida hal qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Ustoz mahalla raislarimiz ham bor. O'sha mahallada aytgan, uni aytishi emas, uning yurgan yurishi, uning muomalasi o'sha mahallaning oqsoqoli ekanligi, o'sha mahallani raisi ekanligini ko'rsatadi. Butunlay o'zgardi. Nafaqat ish yuklama, balkim uni sharoitiga qarash masalalari ham, namunali tashkil etish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Muloqot davomida mahalla infratuzilmasini rivojlantirish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash, xotin-qizlar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish masalalariga e'tibor qaratildi. Davra suhbati yakunida bildirilgan taklif va tavsiyalar asosida mahalla faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi.